8 yil yashagan ayoli genetik tahlildan keyin erkak kishi bo'lib chiqdi. Menga er-xotin murojaat qildi. Keyin biz albatta birinchi bu standart, ya'ni karyotipirovание xromosomalarning soni tekshiriladi va parallel ravishda ultratovush tekshiruvlari, o'sha jinsiy a'zolar ko'zdan kechiriladi. Biz qon tahlili natijasi chiqqanidan keyin bu oilani kutdim. Aslida men shu ayolni kutdim natijasini berishga. Chunki meni hayratga soldi. Kutilmaganda ayol erkak kishi bo'lib chiqdi. Bu 46XY'da. Boshida kelganlarda savol bergan edim men. Qanaqa bo'ldi turmush qurgungacha? Hozir tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi qizlar dedim. Hayz ko'rmayotgan bo'lsangiz, shu narsalarni ginekologga kirish kerak. Hayzingiz qachon kelganini so'raladi. Nima deb aytdingizsam, aytdilar, hozirgi paytda menda hayz kelib turibdi. Men hozir ko'rsata olmayman. Shuning uchun o'tkazib yuboring meni. Menda hammasi yaxshi, hech qanaqa muammoim yo'q deb tibbiy ko'rikdan o'tib ketganlar. Mana bu holatda bizning taktika qanday bo'lishi mumkin? Ya'ni shu vaziyatda bo'lib turibmiz, oilaga aytishimiz kerak, lekin bunday oilalarni saqlab bo'lmaydi. Chunki ularning kelajagi yo'q. Erkak kishi uchun bu ma'lumotni eshitish juda ham og'ir. Shuncha yil davomida o'zini ayolini deb yurgan inson bu erkak kishi bo'lib chiqishi qanchalik og'ir.